Bir odam o'ylamasinki, men dunyoga keldim, yedim, ichdim, tappa tashadim, qutuldim. Unda ma'no chiqmaydi. Birini erkak, birini ayol qilib shuncha tayyorgarlik nima kerak bor bular kelib yo'q ketaversa. Qur'onda astaizu billah, inna ilayna iyabahum, ularning aylanib qaytib keladigan huzurlari meni joyimda deyapti. Summa inna alayna hisabahum, undan keyin ularning hisob kitoblari ham meni qo'lim, ya'ni meni huzurimda deyapti. Sizlar o'ylamanglar, u hammasini yeb ichib tappa tashaning o'ldim, unda ma'no chiqmaydi deydi Alloh. Sizni otangiz Odam ota va Havoni jannatda yaratdim. Imtihondan o'tolmadilar, yerga olib tushib qo'ydim. Nega? To'satdan rohatga yaratib bo'lmas ekan. Mehnat, mashaqqat, alam, qayg'u, hasrat, nadomat, achchiqqa nisbatan shirin, qorong'ulikka nisbatan yorug'lik, yomonga nisbatan yaxshi nima, iymonga nisbatan kufr nima ekanligini bilmaguncha oliy jannatni qadriga yetmaydi deb mashaqqat dunyosiga Alloh sinovga tashab qo'ydi.